Homilador ayollarga yoki homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollarimizga azonoterapiya tavsiya etsam, Dildor opa, azonoterapiya nima o'zi deb savol berishadi. Homiladorlarimizga atrof muhit qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Kislorod bilan birgalikda juda ko'p miqdorda chang va zararli moddalar ayol organizmiga kirishini va homilaga qay darajada zarar ko'rsatishini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Hozirgi kunda juda ham ko'p ayollarimizda homiladorlik toksikozi rivojlanmoqda va ekologiyani ana shu homiladorlik toksikozi rivojlanishiga ko'payishiga sabab bo'layotgani aniqlandi. Navbatdagi ko'rikka kelganda ayollarimizda qon tahlillarini ko'rganimizda kamqonlik, ya'ni anemiya kuzatilyapti. Aytgancha yana shuni aytib o'taman, qabulimizda bir qancha bemorlarda homila rivojlanishi ortda qolib, hattoki nobud bo'layotgan holatlar kuzatilmoqda. Ana shu holatlarni oldini olish uchun shahardan tashqarida erta tongda toza havoda ayollarimizga, homiladorlarimizga sayr qilishni tavsiya beramiz. Bundan tashqari, xonani tozalik darajasini ushlash uchun vaqti bilan shamollatib turish shart. Juda ko'p holatlarda ayollarimiz, homiladorlarimiz kelib, Dildor opa vitaminlar yozib bering deyshadi. Hurmatli ayollarimiz, bo'lajak onalarimiz, gap faqat